Siz Moskvadamisiz? Bizda ish bor. Siz Moskovskiy oblastdamisiz? Bizda yana ish bor. Tushunganinglardek, ham Moskvada, ham Moskovskiy oblastda hamma uchun ish bo'ladi. Eng qizig'i, sizlarga yoqadigan tarafi ikki mahal ovqat tekin, yotoq joy bepul, registratsiya bepul, borib kelish bepul, forma bepul. Oyligi $1000 dan $2000 Ya'ni tushunganinglardek, ish объемga. Bu ish qayerda, nima ish? To'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchisizlar? Unda videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Albatta, mana shunaqa ish uchun birdaniga like bosib, kommentariyada omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirsanglar, bu bizga motivatsiya bo'ladi hamda ertangi kunga ajoyib bundan-da zo'r ishdan chiqarishga demak biz va'da beramiz. Demak, bugungi yangiligimizni boshladik. Registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki deport zapretingiz bormi? Buni tekshirmoqchimisiz? Yoki Trudodagi o'zimliklar xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. +7964 745 11 11 raqamlarga Avaz akamizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan 3 oy turib bazada turadigan eng ishonchli va kafolatli registratsiya xizmati, deport zapret tekshirish xizmati, Trudodagi o'zimliklar hamma xizmatlarni sizlarga qilib. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, ajoyib vakansiya aynan Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borayotgan obunachilar uchun chiqyapti. Moskvadan metro Volgogradskiy prospektda, Moskovskiy oblast город Ximkida bizda skalatlarimizda juda ham ko'p 50 tadan 100 ta odamga ish o'rni ochildi. Ikkalasida ham ikki mahal ovqat tekin, yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma, transport hammasi tekin. Bir mahal ovqat patent to'lov o'zingizdan, qolgan hammasi kompaniya hisobidan. Oyliga chista объемga kuniga 3000 rubldan 7000 6000 rublgacha. Ish объемga degandan keyin kimdir bir kunda 3000 ishlaydi, kimdir bir kunda 5000 ishlaydi, kimdir 6000 ishlaydi. Bu tezligingizga bog'liq. Ishimiz skalatda kompletoshik, ya'ni tovar yig'iladi. Tezda yordamida tovar terish kerak. Bu ish o'rgatiladi. Sizda glavniysi yo Moskva patenti bo'lish kerak yoki Moskovskiy oblast patenti bo'lish kerak. Agar bu firmani yana bitta qulayliklari dokument yo'qlarga dokument qilib beradi. Ya'ni O'zbekistondan, Tojikistondan yaqinda kelganlar, Qirg'izistondan yaqinda kelib turib, dokument qilishga hali ruxsat qilmagan bo'lsanglar, kelinglar mana ekranda nomerlar. O'zbek o'sha joyda brigadir yoki russkiy menejer nomerlar qaysi biriga udobniy bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, sizlarga patentgacha yordam beradi. Ya'ni patentga pul beradi, patent taxlisiz, keyin oylikdan qaytarib qolaveradi. Shunaqa ish faqat erkaklar uchun 18 yoshdan 40 yoshgacha ekan. Bu kompaniyaning talabi. Skalatga 40 yoshdan uyog'ini qo'ymayapti ekan. Hozirgi kunda imенно mana shu skalatga. Shuning uchun 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklar yoki Moskva dokumenti yoki oblast dokumenti bo'ladigan bo'lsa, shu ishimiz sizga yoqqan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Ish vaqti 12 soat, 1 soat obed. Ishga chiqqan kuningiz oylik yoziladi, chiqmagan kuningiz oylik yozilmaydi. Oyligi bir oyda 2 marta, ya'ni 15-30 числоda. Ish ofitsialniy, Trudodagi o'zinglarning kompaniya hisobidan hammasi o'z vaqtida beriladi albatta. Siz bu yoqda umuman xavotir olmayli. Chunki ish ofitsialniy deyapman. Ruskiy firma oyligi bir oyda 2 marta o'sha aytib o'tganimdek avanslari bor, dokument yo'qlarga dokumentga yordam beradi. Mana shunaqa ajoyib ish. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, kim mana Moskva yaqin bo'ladigan bo'lsa, Volgogradskiy prospektga borishi mumkin. Oblast bo'ladigan bo'lsa, город Ximkiga tashrif buyurib, ko'rib o'zinglar inshaalloh xudo xolasa ishni boshlashingiz mumkin. Mana shunaqa ajoyib vakansiyalar bugun sizlarga edi. Kim agar ish kerak bo'lmagan taqdirda ham shu videoni iltimos ish qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'ying. Zora manfaatli bo'lsa, inshaalloh xudo xolasa biz 100 ta odamni tez orada ishlik qilamiz degan umiddaman. Kimga nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, nima ayta olmagan bo'lsam, sizlarga tushuntirib bera olmagan bo'lsam, mana ekranda o'zbekcha gaplashadigan nomer hamda ruscha gaplashadigan nomerlar. Kimga qaysi biri? Xohlang boshlig'iga telefon qiling, xohlang qo'lidagi ishchisiga telefon qiling. Sizga hamma tilda tushuntirib berishadi. To'liq ma'lumotni olganingizdan keyin lokatsiya so'raysiz, Telegram, WhatsApplardan lokatsiya tashab berishadi. Borasiz, ishga joylashaverasiz. Mana shunaqa bugungi yangiliklar edi. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Keyingi filmlarimizni o'tkazib bormas uchun albatta Zuhriddin Musofir kanalini obuna bo'lib qo'ying.